Assalomu alaykum vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 40 soniga xush keldinglar. Bugun bizningki parlament muavin raisi Abduli Adem efendimni bu programmamizga Yoshlar sadosi temasida taklif qildik. Programmamizga xush keldingiz. Rahmat. Bizningki bu programmamiz har hafta chiqayotgan, ammo bizning munbar yig'ini sababli bir hafta kechikdi. Undan keyin texnik sebepli yana bir qatam kechikishga majbur bo'ldik. Bundan uzr so'raymiz. Biz tirishchanlik ko'rsatib bu programmamizni amalga har haftada chiqarishga tirishimiz. Bizningki Abduli Adem efendim bizning parlamentning muavin raisi. Bizning hukumatimizga yoshlarning birisi. Bugungi temamiz yoshlar sadosi dedik. Parlamentning nurg'un xizmatlariga Abduli Adem efendim jon fidolik bilan ishlab, nurg'un xizmatlarni yaxshi olib ketyotdi. Bizning hukumatiimizdagi boshqa yoshlarga o'xshash hozir nihoyatda olqirab ketayotgan, o'zininki vaqtini ishinib turib, har qanday ishdan o'zining xizmatidan hammadan chiqib turib, hukumatning xizmatini nihoyat yaxshi qilayotgan bir yosh. Biz bu suhbat orqali Abduli Adem efendim bilan tanishib chiqamiz, ammo bu suhbatni boshlashdan burun til to'g'riliq Mamtimin Ala efendimning bir yozmasini o'qib o'taman. Chunki bu vaqt o'tmaydigan bir yozma bo'lib hozirgi vaziyatda. Tilimiz buzilyotdi. Angliya, Amerika bu dinning bu so'zlari hali ham qimmatli. Uning deyishicha shoirning faqat bir siyosiy burchi bor. Tilini buzilishdan qo'g'dash. So'zlash tafakkurning onasi. Agar u buzilsa, kishilarning o'zi anglayotganlarga bo'lgan ishonchi tuvanlaydi. Bu zo'ravonlikqa olib boradi. O'zimizga kelsak, ilgari boshqalar tarafidan deyilganidek, til buzilsa, dil buziladi. Dil buzilsa, uni so'zlaydigan xalq buziladi. Xalq buzilsa, uning hamma narsasi buziladi. Oqibat zo'ravonlik avj oladi. Kunimizda Xitoy mustahkamchilari vayron qilayotgan tilimizni bizmi angsiz vayron qilyapmiz. Tilimizning ishiltish doirasi ziyoda torayotdi. So'zliklar oddiylashayotdi, kundaliklashayotdi va cho'paylashyotdi. Til o'zaro aloqamizning vositasi bo'lishdan qelyotdi. Bu faqat kun sari yakkilashayotgan bir to'pliqning dasturxon ustidagi aloqalashishning vositasiga aylanyotdi. Uning ustiga texmi ansirtagligi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi nurg'un so'zlarni kuchsiz qilyapti va hatto o'ltirdi. Masalan, biz bu kelimelerni bargansiri kam anglaydigan bo'lib ketyapmiz. Adolat talab qilish. Bütün sep boyunca Xitoy qarshi turish. Xitoyning qotilligini surishtirish. Yo'qotilayotgan xalq uchun hisob so'rash. Angsiz bir turda tilimiz qarshilik ro'yini ifodalashdan qilib, qarshilikdan qilishni aqlashga ishiltilyapti. Qotillikni yoshirin qabul qilish, uni unutib olishga xizmat qilyapti. Unutildirib olishga xizmat qilyapti. Texmi to'g'risi tilimiz bizning kollektiv qo'rqinchimizni yoshirin oqlashga xizmat qildiryapti. Osiylikqa majburlanadi. Demak, tilimiz tashlanyapti. Aynayapti, safarbarlik keltirish kuchidan qilyapti. Qisqasi, qo'rqinchli bir tarzda buzilyapti. Shunga Uyg'ur tilini qo'g'dash hammamizning majburiyati. Abduli Adem efendimning Uyg'ur tili yaxshi. Avvalo Abduli Adem efendim o'zingizni tanishtirib o'tgan bo'lsangiz, rahmat. Rahmat, mushkilsat maganliklari uchun rahmat. Assalomu alaykum. To'g'ri yuzidagi barliq vatandoshlar. Hammalarga Allohningki salomi va barakati bo'lsin. Meni o'sha parlamentda ko'plagan qarindoshlar taniydi. Istanbuldagi Turkiya qarindoshlarning ko'pincha taniydi. Shundaqmi yana boshqa yerdagi men tanimaydigan qarindoshlarga yana bir tanishtirib o'tay. Men dadamning aytishicha 1987-yili terrorchilik boshlangan mezgilda tug'ilib ketganman. Qashqa diyorimiz Qashqarningki Yangi Anayisda 2006-yillari Qashqa 2-chi to'liq o'tirni bitirib Tianjin universitetiga o'tgan bo'ldim. Bu yerda 5 yillik o'qish bor bizniki do'rsizlik kasbida o'qidim men. 5-yil voqeasi bo'lgan vaqtda mening ko'nglimga hijrat qilish o'ti tutashdi. Men bir hijrat qilsam bo'g'idek, dunyoni ko'rsam bo'g'idek,
degan istek qo'ydi. Shundan pasport yedim ve o'qish bitirib 2011-yilga kelgan chog'da shu chog'larda Misrga chiqish bir qadar qulay edi. Misrga chiqdim va Misrda shu Misrdagi mo'tabar ustozlarningki ko'rsatmasi bilan, mo'tabar ustozlarningki yo'l ko'rsatishi bilan Azhar universitetiga kirib, aşağıda bizimki dinimizni texim yaxshi tushunay, dalillari bilan tushunay degan umidda Azhar universitetida o'qidim. Biz ko'p kelayotgan vaqtimizda 2017-yili bu Misr hukumati Misrdagi o'quvchilarni nihoyatda yo'qolan bir moddiy manfaat uchun Xitoyga setayotgan bo'ldi. Bu yerdagi barliq o'quvchilarning oilalari vayron bo'ldi. Bu yerda o'rganish, turmush, darsxonalar hammasi shu Xitoy istixborotininki shu Misr hukumati bilan hamkorlashishi natijasida vayron qilindi. Biz hammaylar ba'zilarimiz qoch oldik, ba'zilarimiz Xitoyga tutqun qilingan bo'ldik. Bundan xalqaro jamoatninki xabari bor. Yuzlagan savatdaşlarımız Xitoyga tutib ekitildi. Ba'zilari lagerda vayron qilindi, ba'zilari nima bo'ldi hozircha xabarini bilmaymiz. Ularninki ba'zining ayollari hozircha shu yo'ldoshlarning izlarini qilib davosini qilib yuribdi. Bundan keyin biz Turkiyaga qochgan bo'ldik. Bizni Misrda tutib olib 40 kun turmaga solab bizni hech qanday gunoh topolmay bular davlat bexatarligiga tahdid qilib kelishi mumkin degan tuhmat bilan bizni surgun qildi. Biz bu yerdan bilet elib, shu Xitoyga aqtarmaliq bilet elib aynitmadik. Surgunda qilindik. Bu yerdan saqchilar qo'limizga ko'z kishan sanalgan holatda aeroplanga soldi. Pasportni aeroplanga chiqqandan keyin qo'limiz tutqizdi. Biz Dubayga borgandan keyin bizningki ustozlarimizdan, shu chog'dagi qarindoshlarımızdan Allah razı olsun bizga Dubaydan Turkiyaga boradigan biletni to'g'rilab qo'yapti ekan. Turkiyaga birlashgan bo'ldik 2017'de. Alazal aradan 5-6 yil o'tgandan keyin Turkiya vatandaşlığına erishgan bo'ldim 2022'ning oxirlarida bo'lsa kerak. Mush mezgillarda men Turkiyada ko'plagan tashkilotlarning ko'pligini his qildim. Nurg'ulg'an tashkilotlar rahbarlari bilan, tashkilot a'zolari bilan uchrashgan, suhbatlashgan bo'ldim. Mush jarayonda har yildagidek cho'ng voqealar bo'lgan kunlar kelgan chog'da davomli Xitoy konsulining oldiga berib namoyish qildik. Mening ko'nglimning bir yerlari bu biz nimishqa Xitoy konsulining oldiga berib namoyish qilamiz degan bir savol izchil holda turib keldi. Shu mezgillarda bizningki surgun hukumatninki hozirgi bosh ministri Abdullahat Nurdamo'lan bilan to'g'rida uchrashib qoldik va suhbatlar bo'ldi. Shu chaqlarda meningki surgun hukumatga bo'lgan qarashimni shu boshqa amxallik o'xshash toza to'g'ri emasdi. Keyin o'sha Abdullahat Nurdamo'lanning tushuntirishi bilan hukumatga bo'lgan ko'z qarashim o'zgardi. Bu kishi Alloh taolo ilm bergan rabbaniy ilm ehlininki ko'plagan dalillar bilan yaxshi tushunib bergan bo'ldi. Biz bir qancha qitimlab suhbatlashgan bo'ldik. Shu jarayonda men bu surgun hukumatga ixtisosli xodimlarninki ular shu yosh kurashchi, shu yosh qarindoshlarimizning kirishining lozimligini his qildim. Shuning bilan o'zim men bir kishi to'pam qo'shsam bo'g'idek, mushular vatanimizning mustaqilligi uchun hech kimdan bir ixtilof qilmay o'zininki pul-milini, vaqtini, zehnini sarf qilib kurash qilib o'tibdi deganni tushunib, o'tgan yilgi saylovda Turkiyadan millat vakili bo'lib kirdim va 9-qadamli qurultayda muavin parlament raisi bo'lib saylandim. Ko'rib turganlardek shu 8-9 oylig'isi kuchimning yetishicha, garchi bir kasbiy siyosiy zotlardan bo'lmasaqmi, kuchimning yetishicha tirishib xizmat qilishga tirishyapman. Rahmat, yaxshi xizmat qilyapsiz. Hammamiz ko'rib turibmiz. Endi sizning xizmatingiz to'liq ig'ir, parlament xizmatiga nurg'un kuch va vaqt sarf qilish to'g'ri keldi. Undan boshqa qobiliyatingizdan ko'ra tahririyat guruhingizda
ishlab turibsiz Uyg'ur tilida. Bu xizmatga yetishyapsizlar. Endi parlament xizmatlarining sifat va unumini o'stirishga ishonchingiz bu bir xizmat. Bu bizningki sürgün hukumatdagi boshqa rahbarlarimiz, boshqa ministrlarimizningki qilayotgan xizmatlarga solishtirganda mening xizmatimni anchalik ig'ir deb ketgil bo'lmaydi. Shundaqdimi xilal salmoqi bor xizmatning. Ya'ni kelib hammamizningki turmushimizni qamdashimiz uchun yoki burundan qilayotgan ishlarimiz bo'lg'achqa parlament xizmatiga vaqt ajratish tez to'xtaydi ekan. Ba'zi kunlari kechilari parlament xizmatini uygun o'rnida qilishimiz to'g'ri keldi ekan. Ba'zi kunlari yig'inlarimizda maktabdagi darsni ruxsat so'rashga majbur qoldik ekanmiz. Ba'zi kunlari ko'pincha bizningki parlamentningki yig'inlari daxil bo'lishtirilgan bo'lg'achqa bizningki aslida shu farzandlarimizga emravulga vaqtimiz shu demilish kunlarimiz bo'lg'achqa shu farzandlarimizmi bizni qo'llab qurbonlik berishga to'g'ri keldi ekan. Shu farzandlarim meni qo'llab qilmasa shu birga bo'lgan boshqa qilgan vaqtlarimdan foydalanib parlamentning xizmatini qilyapman-da. Alloh ularni foyda qilsin. Lekin qilayotgan ishlarimningki vatanimizning mustaqillik uchun azroqmi bo'lsa foydasi bo'lganligini his qilganligim uchun men ishimdan bir xil zodi bugun men nima ish qila olayman, bugun parlamentning qanday xizmatini qila olayman, vatanimiz uchun qanday bir yaxshi ish qila olayman deganni o'ylab davomli bir xil ishimda urg'ib turib ish qilyapman, alhamdulillah. Lekin bu parlamentga bir qancha odamningki tirish bilan bu hukumatningki xizmatlari olib kelgan yoki vatanimizning mustaqilligi birdamlik qo'lga ish emas ekan. Buning shu butun parlament a'zolarining o'rtaq tirishchanligi, andan keyin xalqning qo'llashi, har qaysi taraflarning qo'llashi bek muhim ekan. Shunlashqa inshaalloh buningki boshqa parlament a'zolarimizning maslashishi va xalqimizning bo'lmuş xalqimizningki yaqin qo'llashi bilan inshaalloh parlament xizmatini texnik yaxshi qilib ketalayim deb ishonchim. Rahmat. Bu aqidangiz bo'lgan ekan vatanga. Sizga bo'layotgan bu besim, jafo bilan olib ketasiz. Xalqimizning qo'llashi bo'lsa bu ishlar unumli bo'ladi. Texnik oladi. Hamda din bizning mustaqillik davarimizdagi nozik bir masala. Sharq Turkiston mustaqillik aqidasini diniy yo'ldan bir shayrlab bergan bo'lsangiz. Bu savol menga sal cho'nliq qiladi. Men ham o'zimizga bir diniy ulamo emas. Ammo bizningki shu azarda o'rgangan ancha-muncha ko'rgan kitoblarimizga asosan tushunchamni deb baksam, bu Sharq Turkiston mustaqillik aqidasini diniy jihatdan sharhlagan vaqtimizda Sharq Turkistonning diniy va milliy huquqdan qo'llash bo'lgan talablarining islomiy qimmatlar bilan tushunchada o'rtaq ekanligini bayqaymiz. Bunda o'ylab baqaran bo'lsa, bunda diniy asoslar bizning da'voimizni kuchaytirib, mustaqillik yo'lidagi ta'xirsiz bir jiddiyatni ilgari surish mumkin. Masalan, bir qancha nuqtaga yig'inchoqlab deb baksam, birinchisi tavhid va bandichilik. Biz musulmon bo'lgan ekanmiz. Musulmonning birinchi ishi Alloh taolani bir va yolg'iz, faqat bir Alloh bor deb tunish va buning ishonish. Ya'ni biz iymon etgan chog'da birinchi bo'lib Alloh bir, Muhammadning payg'ambari deb iymon etamiz. Hamda Alloh bir deb iymon etgan vaqtimizda bizningki bandichiligimiz faqat shu Alloh qil bo'lishi kerak. Ya'ni Alloh taolo so'zlarida inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud-din degan. Buning asosan biz boshqa istilohchilar yoki tajovuzchilarga band bo'lmasligimiz kerak. Ya'ni Xitoy tajovuzchilariga qat'iy bosh egmasligimiz, mustaqilligimiz uchun adabchi kurash qilishimiz kerak. Mana bu tavhid va bandichilikning jumlasidir. İslamiysa. İkincisi, huquqni qo'llash, adil bo'lish va kamsizlikka qarshi turish bizning islom dinimizningki prinsiplaridan biri. Ya'ni har qanday bir musulmonning huquqi, obro'yini qo'llash, mayli hatto dushmanimiz bo'lgan taqdirdami, adil bo'lish, adil guvohlik berish, o'zimizning ziyna bo'lgan taqdirda adil bo'lish, andan keyin har qanday bir kamsizlikka qarshi turish, bu Alloh taolo bizga buyurgan, bizga farz qilgan bir ish. Masalan Alloh taolo sura Maidada ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina lillahi shuhada'a bil qist
ve la yecrimennekum şen'an kavmin ala alla ta'dilu. İ'dilu ve aqrabu lit-taqva degan. Yani biz adil bo'lmasak bo'lmaydi. Sharqiy Turkiston xalqining dinini ve milliy kimligining kamsitilishiga biz qarab tursak bo'lmaydi. Bu yo'qotishga uchrayapti. Buning qarash turish barcha musulmonlarning jumladan biz Sharqiy Turkistonlik musulmonlarningki boshda bo'lmaydigan burchi. Yani kelib islomda davlat va hukumatning yaxshi boshqarishi va adolat qurish shart deb o'tganimdek. Sharqiy Turkistonda o'z milliy va diniy kimligimizni qo'llab qilish uchun cho'qim bir hukumatimiz bo'lishi kerak, cho'qim vatanimiz mustaqil bo'lishi kerak. İslamning nazarida bu dunyoda adolat uchun tirishish, haq-huquqni qo'llash, oxiratda Alloh taolaning oldida so'riladigan bir ish. Sana shuncha ne'matlarni berdim. Sana mushlar kurash qiladigan, mustaqillik uchun kurash qilgan bir sharoitni berdim. Sen bana ibadet qilib turib, haq adolat tutdingmi, adolatni yoqaladingmi? Qarindishingninki yuzabroyini qo'g'didingmi deb so'raldimiz oxiratda. Mesela Sure Ahzab'daki ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah ve la tuti'il kafirin ve munafiqin degan oyat. Obdan o'ylaydigan bo'lsak, bizni kafirlarga, ya'ni Xitoylarga bo'ysunmaslikqa yoki ba'zi munofiqlarga ergishib, ularning payasiga ish qilmaslikqa undaydi. Bu har bir musulmon diqqat qilish tegishli masala. Uchinchisi jihad. Biz jihad degan vaqtimizda ko'pinchalarda kallamizga Alloh taolaning yo'qida haqni qo'g'dash, zulm qarshi turishmasda pul melini va jinini kechish, ya'ni oldin sepda urush qilishni ko'z oldimizga keladi. Amaliyotda buningdan boshqa yana bizningki dinimiz, milliy huquqimiz, siminimizni qo'g'dash uchun mushtaq siyosiy kurashlarni, tarbiyalashlarni, namoyishlarni qilishmi jihadningki jumlasida bo'lishi mumkin. Albatta bunga meningki ilmim cho'ltilik qiladi, bunga kesib bir narsa ishga. Ulamolar bir narsa dedi, lekin mening tushunchamda shunday, ya'ni Alloh taolo Qur'on Karimda va ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah val mustad'afina minar rijali wan nisa val wildan allazina yaquluna rabbana akhrina min ahli qaryati zalimi ahliha vaj'alna min ladunka waliyan vaj'alna min ladunka nasira. Yani bizning vatanimizdagi xalqimiz, ayollarimiz, ota-onalarimiz, asinglarimiz shunday deb niyat qilyotdi. Nido qilyotdi, to'latdi. Ey Sharqiy Turkistonlik o'g'lonlar, qani sizlar? Bizni qutqazmamsizlar? Bizni qutqazib kelmamsizlar? Bizning vatanimizning mustaqilligi uchun sizlar kurash qilmamsizlar? Chet ellarda o'zingning rohatini deb xotirjam o'zingning turmushini o'sib yashayveramsizlar, to'nglamasizlar. Bizni unutdinglarmi? Xitoylik bizni dafsarni qilib ketdi deb ashada nido qilyapti. Biz buni qaylab tursak bo'lmaydi. Biz bunga qarab tursak bo'lmaydi. Bu har bir musulmonningki, har bir Sharqiy Turkistonlik musulmonningki boshlatib bo'lmaydigan burchi. Endi yana bir nuqta ummatning birligi. Musulmonlar amal qila olmayotgan bir oyat shuki, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffa va la tattabi'u khutuwatish shayton innahu lakum aduwwun mubin. Hozir musulmonlar bu oyatga amal qilib bo'lmaydi. Ya'ni sizlar dinga to'liq kiringlar. Shaytonningki sizlar siz bergan yo'llariga ozdirishlarga ergashmanglar degan oyatiga amal qilib bo'lmaymiz. Agar mushayit amal qilsak, hozirda qarindoshlik ig'izil bo'lib kelayotgan sharoitda Sharqiy Turkistonning mustaqillik masalasini xalqaralashtirish bo'lsin, islom dunyosining jihodiy davosini qattiqlashtirish bo'lsin, ummat o'rtasidagi yordamlashish va hamkorlikni kuchaytirish bo'lsin. Bu nuqtaning hammasida bu Sharqiy Turkiston masalasi gündemga kelgan bo'ladi. Hamma davlatlar yordam qilgan bo'ladi. Alloh taolo yana bir oyatda Sura Maida'da deyman. Sura Maida'da aytganki: "Va ta'awanu 'alal birri wat taqwa va la ta'awanu 'alal ismi val udwan." Ya'ni sizlar yaxshilik yordamlashinglar, yomonlik yordamlashmanglar dedi. Hozir Xitoy nima qilyapti? Irqiy qirg'inchilik qilyapti. Buning yordamlashayotganlar va buning melni qilib ketayotganlar va vizali Xitoyga kirib chiqib bizning qilayotgan da'voyimizni yolg'on chiqarayotganlar va ular yomonlik yordamlashyapti, bilib bilmay. Lekin mustaqillik ko'rishimizga yordam bo'lish kerak. Sharqiy Turkistondagi din qarindoshlarimizning manfaati uchun biz Sharqiy Turkistonliklar bilan birlikda turish barliq musulmonlarningki boshlatib bo'lmaydigan burchi. Sharqiy Turkistonliklarning emas, dunyoning hamma yeridagi o'zini musulmon degan har qanday bir musulmonniki
bizningki mustaqilligimiz uchun, bizningki hurriyatimiz uchun, bizningki Alloh taologa haqiqiy ibodat qila olishimiz uchun bizga yordam berishi, vatanimizning mustaqilligi uchun yordam berishi, ularning boshlatib qo'ymaydigan bo'lishi. Oxirgi bir nuqta zulmga qarshi turish. Bizning dinimizda zulmga qarshi turmaslik, zolimga bosh egish shirk hisoblanadi. Ya'ni bu nima ish bunday deysiz desalar, Rabbimiz Alloh taolo Qur'on Karimda uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu va innalloha ala nasrihim laqadir degan. Ya'ni zulm uchragan vaqtingda sizlarga ularga qarshi jihad qilishinglar, ularga qarshi urush qilishinglar uchun sizlarga ruxsat qildim deb Alloh taolo Qur'on Karimda. Biz qaysi bir zulm uchramadik? Biz uchramagan zulm bormi? Biz uchramagan zulm yo'q. Dunyoda hech bir qancha uchrab boqmagan bir zulm uchratimiz. Biz uchirdik. Irqiy qirg'inchilik uchirdik. Deb kelsak, nurg'un zulmning nurg'un turlarining hammasi uchirdik. Bundaqkan bizning ash zulmga qarshi turmasligimiz, beshimizning ichiga tiqilib, gap qilmay, mustaqillik ko'rishimiz uchun kurash qilmay, bo'ldi, singanini yey deb yurishimiz bu shirk bo'ladi. Chunki Alloh taolo sen zulm uchirsan, uning qarshi tur da'vatidir. Qarshi turmaslik shu shirk bo'ladi. Buning g'alqi diniy jihatdan bekis aytishga mening saodatim to'shmaydi. Rabbani bilmalar deyish kerak. Ammo Shirp aytsak, bu hukumatlar Sharqiy Turkistondagi mustaqil harakatning diniy ta'minotini yana bir qator ilgari suradi. Bu tushuncha ba'zidan tushunmaslik mumkin. Lekin shunday o'ylagan vaqtimizda bizningki mustaqillik ko'rishimizning haqiqatan diniy aqidamiz uyg'un, shariatga uyg'un bir kurash ekanligini yana bir qator esimizga ola olamiz. Rahmat. Demak, diniy nuqtadanmi Sharqiy Turkiston uchun kurash qilish Alloh rizosi uchun bo'ladi. Dinning farz bo'ladi deb qaradik. Hamda siz hukumatimizda yoshlar ichida eng aktivlarning biri Xitoylar jan-jahli bilan yo'qotishga urinayotgan hukumatimizning kelgusi dal sizlardagi yoshlarga bog'liq. Buningga sizda tayyorlik bormi? Hamda gapni rostini qilsam, buningga men tayyorligimiz bor demayman. Chunki vatanimiz munqariz bo'lgandan beri da'vo monopol qilindi, sahnalashtirildi. Hatta suiiste'mol qilinib, ba'zi siyosat to'ni o'rnab olgan tilimchilarniki jambaqalgan puchuq qachiqqa o'xshab qoldi. Gapni sal achchiq bo'lsin, do'st yig'ilib aytar, dushman kuldirib deb, sal achchiq bo'lsin, ochiq demasak bo'lmaydi. Muhojiratdagi da'vogar atalganlarning az bir qismidan boshqasi mustaqilligimizning allaqachon umidini uzib, tor dunyosida quruq gap setib jambaqishni qo'yib tushganligi ma'lum ma'lum. Bunisi ishning ichidagilarga qarang'u emas. Yana bu da'vo septikilarga, har qaysi tashkilot rahbarlariga bu qarang'u emas. Ashunday qilayotganlarning borligi. Shundaqmi, vatanimiz mustaqillik uchun borlig'ini atagan, bu da'voni ibodat o'rnida ko'rib, tinim topmay kuch chiqarayotgan qarindoshlarimiz yo'q emas. Buni ko'rib turibmiz. Yo'q emas. O'zining borlig'ini atab, pul milini atab, zihnini atab, hech bir manfaat ko'zlamasdan faqat shu ibodat, men shu vatanimizning mustaqillik uchun kurash qilsam, mayli natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ammo men savobga erishiman, ammo men bir qalbi qilg'uchi bo'laman degan bir umidda xizmat qilayotgan, mustaqilligimiz uchun xizmat qilayotganlar yo'q emas. Biz garchi milliarddan ortiq nufusga tajovuzchi Xitoylarga taqobil turarligidek oldi bo'lmasakmi, Alloh men vatanimning mustaqillik uchun qurbimning hech kuch chiqadim. Ey Alloh, sening har qachon mazmunlar bilan birlikda turganligingni qat'iy ishonchim komil. Men oxirgi qonunlarimgacha vatan mustaqillik uchun tirishdim deyishimiz uchun izchil holda tayyorligimizni puxtalayapmiz. Buningda biz parlament a'zolar, nurg'un parlament a'zolari o'zi bola chaqalarni beqib turib, xizmatini qilib turib, yana oqshimga kelib, boshqalar uxlayotgan vaqtda xizmat qilyapti. Buni xalqimiz keyin his qilishi mumkin, amirlikqa riyo qilib deb o'tib bo'lmaydi. Bu Alloh razoligi uchun qilayotgan ish bo'lganligi. Bu tayyorligimiz bor demasakmi, biz tayyorligimizni qilyapmiz. Qilish bo'shib qolganimiz yo'q. Inshaalloh texnik ko'p samimiy qarindoshlarning amaliy qo'llashi bilan bizning tayyorligimiz inshaalloh tutadi paket. Rahmat. Endi bu işte ig'ir ish, ammo bu iroda, bu aqida bo'lsa, bu xizmat tutadi. Qilmagan xatarlik.
qiysa tama ko'ltula deb doktor Mehdim Nalay efendim bizning Cumhur reisimiz yana bir yazma yazdı. Bu gerçi bizningki kuchimiz ojizdek turgan bilan biz ozdek turgan bilan bu Alloh rizosi uchun. Bu bizningki vijdonimiz uchun, xotirjamligimiz uchun, inson o'g'rimiz uchun. Bu ish qancha jafoliq bo'lsa qilamiz. Sizlardagi yoshlar va umid bor. Hamda munbar yig'ini bizning hamkorligimiz amalga oshgandan keyin munbar yig'iniga siz oldin qatimliq munbar yig'iniga riyosatchilik qildingiz, yaxshi riyosatchilik qildingiz. Munbarning ishlari yaxshi ketyotdi. Hamda siz bu munbarga riyosatchilik qilib yaxshi yurgizayotgan bir a'zo bo'lish sifatingiz bilan bu munbarning o'tmishi va kelgusi to'g'risida hozir ko'p gapirib bera olamsiz? Bizning hamkorlik munbarimizda. Rahmat muayyanlashtirganligingiz uchun. Bizningki Sharq Turkiston mustaqillik hamkorlik munbari Erkat xonadonligining qurganligiga 5-10 yil bo'lgan xotir kunda qurildi. Yaxshi ko'plagan tashkilotlarning qiziqishi qo'zg'adi. Biz ikki qitimliq yig'inni muvaffaqiyatli, ko'ngilli ochgan bo'ldik. Munbardagi barliq a'zo tashkilotlarning rahbarlari bir-biridan isil oliyjanob rahbarlar ekan, bular bilan nimishqa burunroq tanishmagan bo'lgan deb qoldim. Bir-biridan isil odamlar, isil tashkilot rahbarlari bilan tanishgan bo'ldik. Biz birinchi qitimliq yig'inimizda o'zaro tanishib, tashkilotlarning aloyiliklari, hukumat bilan qaysi yerdan hamkorlasha olamiz degan nuqtalar to'g'risida suhbatlashib bir tanishish yig'indek bo'lgan. Shunday do'stlarni bo'ldi. Alhamdulillah. Andan keyin bir oydan keyin biz ikkinchi qitimliq yig'inimizni bir ashka bo'ldi. O'tkazdik. Bu nihoyatda qalblik bo'ldi deyamiz. Ya'ni buningda biz mustaqillik hamkorlik munbarininki nizomnomasi qoida prinsiplarini madda ovoz qo'yib ma'qullab. Bu xuddi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ba'zi narsalarni ovoz qo'yib qaror olgandek nihoyatda tartib bo'ldi. Bir-biri bilan urush yo'q, dardlash yo'q. Nihoyat tartiblik bu tashkilot rahbarlarimi Alloh razı olsun nihoyatda cho'ng sifat bir-birisiga yo'l qo'ygan, bir-birisiga tushungan avval alda shu nihoyatda yaxshi ovozlarda biz 30-40 moddadan ovoz qo'ydik. Shuning ichidan faqat 3-4 moddalar yeterlik ovoz berishmaganligi uchun ma'qullanmadi, lekin %95% ovoz, %95% modda yuqori ovoz bilan ma'qullandi. Bu cho'ng bir g'alaba. Bu demokratiya hamda. Qanday kelsa bu bir shakl bo'ladi. Xo'sh, bir demokratiya to'g'ri. Oddiy bir munbarninki nizomnomasininki ma'qullanish emas, bu bizningki shuncha ko'p tashkilotninki hukumat bilan hamkorlasha oladiganligi, tashkilotlarning bir-biri bilan hamkorlasha oladiganligining bir ifodasi. Buni Xitoy balki bildi, ichidan qon ketdi deya olamiz. Xitoy buni ko'z qo'yib bu tashkilot bunda hamkorlashsa biz necha million xajlab buni arsiga shuni so'qolmasak bunda hamkorlashsa deb qo'rqdi. Qo'rqatdi. İnşallah lekin taqa cho'ng ishlar oldimizda inshaalloh. Ya'ni biz Xitoyga qarshi amaliy ishlarda hamkorlashimiz keyingi yillarimiz uchun, yana mustaqilchi tashkilotlar uchun munbarimiz inshaalloh yaxshi bir fursat hozirlaydi deb o'ylayman. Shunga boshqa tashkilotlarning munbarga a'zo bo'lish uchun iltimos qilishini umid qilaman, chunki qancha ko'p amaliy ish qilgan, quruq gap emas, quruq gap qilgan emas, amaliy ish qilgan tashkilotlar texnik ko'p atrofimiz yig'ilsa, o'zaro hamkorlashib, sildi yo'qni men chiqarman, men yo'qni sil chiqarlar. O'zaro birlashib kuchimizni kuchaytirib, tashkilotni kuchaydi, hukumatni kuchaydi, oxirida beribchi mustaqillik ko'rishimiz olg'sillaydi inshaalloh. Rahmat. Demak, hamkorligimiz yaxshi ketyapti. Buningga mustaqillikni iroda qilgan, aqida qilganlar xo'sh bo'ladi. Ammo Xitoylar xo'sh bo'lmaydi. Buningga cho'qim o'yin o'ynaydi. Buni buzishga tirishadi. Xo'sh. Hamda 5-iyul bu bir nihoyatda bizga bir ig'ir bir kun. 5-iyul Uyg'ur Urumchi qirg'inchiligi to'g'risida ozroq so'zlab beramiz. Bu kirmak tez bir tema, ammo chunki biz buning uchun namoyish qildik oldingi hafta. Hamda sizniki savollarga javobini qanday ifodalashni yaxtan bilaman, chunki u
o gün yüz bergen vakalar Hmm. meyli naq meydanda bağlı olsun, meyli medyadan kögelli olsun. Her kaçan adamınki şürkünü izidir. Her kaçan başında Xitayning erkeklerini hep bağlan Hmm. işte küllerini esliginimde namoyish qilganimda men o'z yurtimga to'liq azoblandim. Tajovuz Xitoyninki ashunda va uningdan nechisilgan qirg'inchiliklarni ilib bağganligi oshkor yoshirun davomlashtirayotganligi bu bir haqiqat. Ba'zi qarindoshlarimiz unutib qolayotgan bo'lsa-mu, Xitoy 1 minut 1 sekund to'xtab qolgani yo'q. Ashunda qirg'inchilikni qilayotgandi. 5-yo'l ochiq oshkor qilgan bo'lsa, hozir yoshirun qilyotdi. Mediaga chiqmagan bilan yoshirun qilyotdi, uningda ashaddiysini qilyotdi, kamplarda, turmalarda. Biz bexutlashmasligimiz kerak. Unda ekan qonga qon, jonga jon qisas edish har Sharqiy Turkistonninki huquqi, majburiyati. Tajovuzchi zolim Xitoy aman bir kuni butun qilmish etmishlarining hisobini bermay qolmaydi. Barliq shahidlarimizning qon qisasini cho'qim olamiz. Qon qisasini aman bir kuni cho'qim olamiz inshaalloh. Allohning izniyle. Rahmat, rahmat. Endi boydan bir biz din to'g'risida so'zildik. Men bir narsani oydin qilib olg'im bor. Dinda yolg'onchilik va tuhmatga qarata bir ta'bir bormi? Sizning tushunchangizni deb beramiz. Bu hozirgi ba'zi qarindoshlarimiz diqqat qilmayotgan bir masala. Alloh taolo Sura Nahlning 105-oyatida faqat Allohninki oyatlariga ishonmaydiganlar yolg'onni to'qiydi degan. Ya'ni bir kishi yolg'on so'zlagan vaqtida Alloh taolaning oyatiga ishonmagan bo'ladi. Demak, yolg'onchilik munofiqlikning asosi bo'ldi. Yolg'onchilik munofiqlikning asosi bo'ldi. Rostchilik iymonning asosi. Bu sal qaraydigan masala emas. Shunga yolg'onchilik bilan iymon faqat o'zaro bir-biriga qarshi holda bir yer keladi. Sahabeler Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ey Allohning payg'ambari, mo'min sehi bo'lamdi deb so'raganda, deb javob berdi. Mo'min bexil bo'lamdi deb javob so'raganda, dedi. Andan keyin mo'min yolg'onchi bo'lamdi ey Rasululloh deb so'raganda, yo'q. Mo'min yolg'onchi bo'lmaydi dedi. Yani bir hadisda bir kishiningki anglaganlarning hammasini so'zlashi uning yolg'onchiligi yetarlikdir degan. Yani birisi shunda bir gapni anglablam ijtimoiy mediaga chiqib tarastirish biznasini yozib aljoq so'zlagan bo'lsa, anglaganning hammani yozib so'zlab qo'ygan bo'lsa, bu uningki yolg'onchiligiga yetarlik isbot. Hani hadis turibdi. Uning hech qanday boshqa o'ylanish, boshqa narsa qilish kerak emas. Yani yuqorida aytdik, u unday yolg'onchi bo'lsa, u yolg'onchilik bilan iymon bizga kelmaydi dedik. Yolg'onchi Alloh taolaning oyatini inkor qiladi dedik. Demek köp söz degan, söz topolmagan yolg'onchining xabarini bilib turib yetkazgan chog'da yuz bergan ishlarni paydo qilish bilan billa osh kishi ichki yolg'onchining yana birisi bo'ladi. Yolg'on so'zlagandan birisi bo'lsa, ma'u yolg'onni bilib yoki bilmay anglab bilan darhol topgan bo'lsa, bu mu shu yolg'onchilarning qatoridan bo'ladi. Payg'ambarimiz aytgandek, rostchilik, xotirjamlik, yolg'onchilik bo'lsa, ensizlikdir. Yolg'onchilar vay buni nima qilib oldim ya, arsiq uchun soqoldim ya degan bilan kechasi xotirjam uxlayolmaydi ular. Ensiz rostchilar odam xotirjam uxlaydi, uyqusini shirin, lazzatini tatiydi. Lekin yolg'onchi odamchi kechasi xotirjam uxlayolmaydi. Esimda qolishicha bir o'lima doimlik farzni ado qilmagan kishidan vaqtda belgilangan farz qabul qilinmaydi degan vaqtida buningdan bu doimlik farz degan nima damollar deb so'rabdi. So'ragan chog'da bu doimlik farz degan rostchilik debdi. Ya'ni buning yolg'onchilik qilgan odam doim amal qilishimiz kerak bo'lgan bir farzni ado qilmadi degan gap. U yolg'onchi bo'lsa, uning qilgan namozininki, qilgan boshqa ibodatning nima foydasi bo'lsa? To'g'ri. Yolg'onchilikninki, ya'ni hukmini mushunchalik so'zlasak, qolganini endi ortiq gap ketmas deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat. Yolg'onchilik va tuhmat islom dinida qat'iy qabul qilinmaydi ekan. Biz oldingi qatim 5-iyul namoyishga chiqdik. Munbarning xizmati nihoyat yaxshi yurishib, nurg'un tashkilotlar bu namoyishga amaliy kuch bilan kuch qo'shdi, namoyishga chiqdi. Dunyoning har qaysi joylarida bizning namoyishimiz nihoyat dag'dug'lik ilib berildi.
Endi biz nima uchun namoyish qilamiz? Mencha oldi bilan biz inson bo'lganimiz uchun. İnsan ekanmiz, bizning insonlik haqqimiz bor. Shu haqqimiz uchun namoyish qilamiz. Eng muhimi biz shehidlarimiz uchun namoyish qilamiz. Ushbu vajidan bu namoyishimiz, bo'lib 5-iyul namoyishimiz muqaddasdir. 2009-yili 5-iyul bizning o't yurak yoshlarimiz qarindoshlarining haqqi uchun, adolat uchun maydonga chiqdi. Shehid bo'ldi, turmushga tushdi. Ular o'zi uchun, o'zining yuz obro'yi, foyda manfaati uchun emas, balki qarindoshlari uchun maydonga chiqdi. Xo'sh, biz hozir shu oqqan qon uchun, shehid bo'lgan jon uchun namoyish qildik. Biz namoyishga yuz ko'rsatish uchun, biz namoyishni yuz ko'rsatish uchun qilmaymiz, shaxsiy g'araz uchun qilmaymiz. Bunday ekan namoyishga saf qalb bilan, pok vijdon bilan chiqaylik. Aramsiz quturgan shaxsiyatimizni qo'yib chiqaylik. Vatan eg'izdagi qafiyalardagi vatan bo'lmasdan, vatan eg'izdagi qafiyalardagi vatan bo'lmasdan, qalbimizdagi vatan bo'lsin, amaliyatimizdagi vatan bo'lsin. Bu da'vo mardlarning, vatanga aqidasi borlarning, haqiqat tuyg'usi borlarning, haqiqiy insonlarning da'vosi. Ushbu sabab nomardlar, sahnachilar, o'yinchilar, insonlik hislatdan nasib olmaganlar bu da'vodan yiroq turinglar. Chunki Sharqiy Turkiston sürgün dokumenti faqat xalq manfaati tarafdan turdi. Har qanday fitna bilan bizning hukumatga ziyonkashlik qilolmaysizlar. Chunki bu xalqning irodasi. Xalq biz tarafda turishini, biz bilan mirni-miriga taraf mustaqillik irodasi uchun tang kurash qilishni chaqiramiz. Bu da'voni samimiy qilish har birimizningki majburiyati. Hamda bu da'voda biz hozir muhojirat qila oladiganimiz namoyish. Namoyishni qilmasak, quruq gap bilan qilganning hammasi da'vo bo'lmaydi. Oldimizda yarkan qirg'inchilikninki 10 yillik namoyishi bor. Bizningki Washingtonda qilamiz, buningki nemisini chiqardik, e'lonni chiqardik. Mush Washington atrofidagi barliq qarindoshlarningki bu namoyishga qatnashib berishini va butun dunyodagi Sharqiy Turkiston fuqarolarininki boshqa davlatlardan bu namoyishga aktiv qatnashib berishini umid qilamiz. Chunki biz namoyishni qilmay, biz quruq gapni qilib, andoq ma'mundoq desak, amaliyatimiz hech nima isbotlab berolmasa, biz xalqimiz ko'z kelolmaymiz. Shunga ortiq gapni qilmaymiz. Amaliy ish yarkan qirg'inchiligining 10 yillik namoyishiga hammamizning chiqishini umid qilamiz. Hamda Abdulla Odam akandan yaxshi so'zladingiz. Sizdan diniy bilimlarni oldik, xo'sh bo'ldik. O'sha ajratgan vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Alloh razı olsun. Rahmat. Bugungi programmamiz vaqt munosabati bilan mishada oxirlashdi. Keyin qitim programmamiz to'rda e'lon bo'ldi. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Alloh qilsin.